Hammaga salom do'stlar, YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman. Bugun sizlar bilan shu bizani dolzarb mavzuyimiz, mijozlarimizni juda ham qiziqtirib turgan mavzu, ko'plab mijozlarimiz sohani tushunmasdan даже prop hisoblardan daromad ko'rishni o'ylaydilar, oladilar bizdan. Bu narsalarni do'stlar hozir gaplashib olamiz. Shuning uchun bu etaplardan o'tganimizdan keyin 3, 4, 5 yillik уже bizani prop kompaniyalar bilan ishlashgan opitimiz, tajribamiz natijasida do'stlar biz Prop Trading 2025 loyihasini qo'l urdik. Ya'ni bu yerda ishlatajakmiz. Har bir prop hisob sotib olgan mijozimizni o'zlarimiz shu o'tgan yo'llarimizdan kerakli maslahatlarni, to'g'ri yo'llarni ko'rsatib, insightlarni berib, xudo xolsa shu yopiq prop communityda yo'l yo'riqlarini ko'rsatajakmiz. Чтобы bu prop kompaniyalardan maksimalni do'stlarimiz, birodarlarimiz, hamyurtlarimiz daromad qilishini istaymiz do'stlar va shunga maksimalni birgalikda harakat etamiz. Prop communityga qo'shilish juda ham oddiy. Hozir bizda 48 soatlik skidkalar ketib turibdi. Demak, dushanba kunidan 23-iyungacha xudo xolasa skidkalar amal etadi. Любой prop hisobni sotib olgan holatda do'stlar prop communityga a'zo bo'lasizlar va biz bilan darshani divizeniyalarni boshlasanglar bo'ladi do'stlar. Bu yerdanchi xohlasanglar prop hisobni sotib olasizlar, o'zlaringizga taxlab o'rnatib beradi. Texnik adminlarimiz aloqaga chiqadi, sizlarga polniy taxlab o'rnatib, tushuntirib beradi. Savdolarni boshlayverasizlar. Ana etaplardan o'tganingizdan keyin yana ko'maklashadi. Polniy biza shu konsultativ jarayonlarni amalga oshirib beramiz sizlarga. Ikkinchi variant bu prop hisobni любойni sotib olasizlar, o'zlaringizga ulab beramiz. Savdo jarayonlarini bizani jamoa CopyTrade loyihasi asosida bajaradi. Ya'ni siz prosta kuzatasiz jarayonni. Ana biza foyda qilib, xudo xolasa etaplaridan o'tsak, birgalikda daromadini ko'ramiz, yechamiz. Ana shartnomamiz asosida sizga taqsimlanadi, bizga qoladi. Shunday deb chiroylatib ishlaymiz do'stlar. Bu yerda xavf-xatar mavjud. Har qanday biznesda, har qanday sarmoya kiritilayotgan joyda xavf-xatar mavjud. Adminlarimiz sizlarga bu narsalarni tushuntiradi do'stlar. Ana etaplarini o'tib hisobni taxlasak 10% daromad etishimiz kerak o'zi prop kompaniyalar sharti bo'yicha. Dalshisini ham shu 5% dan 10% dan keyin biz harakat etib, ana sizlarni ham, bizani ham o'zlarimizdan foydaga olib chiqishga maksimalni harakat etamiz. Keyin u pul yechiladi, hammasi o'zlaringizning nomlaringizdagi hisoblara yechilib, oxirida shu bizlarga o'zlaringizning kartangizdan shu yechilgan puldan bizani haqqimizni o'tirib berasizlar do'stlar. Bu jarayonlar yana proptrading.uz sayti orqali yoki bizani menejerimiz telefon raqamlari orqali yoki prямо ana Telegramdan Xorazm Forex Admin 1, Xorazm Forex Admin 2, Xorazm Forex Admin 3 profillarida sizlarga obslujiya qilishadi do'stlar, ishlaringizni bitirib savollaringizga javob beradilar. Mana o'zi kartalarimiz bor, kartalarimizga pul o'tkazasiz, sizdan ma'lumotlarni so'raydi adminimiz. Ma'lumotlaringiz bo'yicha xudo xolsa 15-20 minut, yarim soat ichida sizning hisobingiz tayyor bo'ladi va ulash ishni boshlayverasiz. Do'stlar, ko'p so'zlayman prop haqida. Ishora yana biz har bir prop kompaniyadan pul yechilganda va uni funded account aytgan vaqtida shunday sertifikatlarni beradi. Bu yerda yana bizani shu jamoa bilan maqsad etib qo'ydik, do'stlar, devorni polniy to'ldirajaqmiz. Aynan sizni xudo xolsa sertifikatlaringiz ham shu yerda turishi istagimiz bor. Bu yerda yana $280 yechilgan, $5000 tayyor prop bu. Bu yerda $100,000 etapli imtihonli propdan yechilgan $4112 do'stlar. Bu yerda yana $50,000 shotdan $1300 yechilgan. Bu yerda ish bo'lib turibdi do'stlar. Prosta sabr etib, shu yaxshi niyatlar bilan, yaxshi kayfiyatlar bilan bu narsani tushunib, bilib boshlash kerak. Ana vaqtingiz yo'qmi? CopyTrade'da topshiring, o'zingiz kuzatib yuring. Bir shot emas, 2-3 xil kapitallarni yaratib tashlang, strategiyalarni tuzib tashlang. Biz bu yerda o'z o'rnida siz foyda qilsangiz, bizlar ham foyda qilamiz prinsipi bo'yicha do'stlar ishlab beramiz. Bizlar ham shu yerdan bir daromad ko'riladigan bo'lsa, hammamiz bu narsani oilamizga yediramiz, chiroyli kunlarimizda sarflaymiz. Shu maqsadda ish olib boriladi bu yerda. Prop kompaniyalarda juda ham ko'p pul bor, shuning uchun prosta ishlash kerak, shartlarni buzmaslik kerak, pulni yechib olish kerak. proptrading.uz ga kirasizlar, hisob raqamlar, narx-navolar bilan danishasizlar do'stlar. Adminlar aloqaga chiqsanglar, sizlar ana skidka narxlari bilan tashab beradi. O'sha bilan rasmiylashtirish jarayonlari boshlanaveradi. Savollar bo'lsa yoki ro'yxatdan o'tish, sotib olish istagingiz bo'lsa, prямо telefon eting. Ishlatish kerakligini so'rang, ana narx-navodan orientirab oling. $50,000 kerakmi sizga, 100,000mi, 25,000mi? $10,000 hisobda boshlayapmiz. Hammasini planirovka etingdan ana
loyihamiz ishtirokchisine aylanın. Bir de birgalikda opitlarni almashamiz. Xudo xolasa ana bizning savdo jarayonlarimizni ko'rasizlar, ishlatadigan instrumentlarimizni balki xudo xolasa sizlar ham taqdim etarmiz ana o'zi savdogar, o'zi savdo etish istagida bo'lgan trader do'stlarimizni. Ну, в общем, bu yerda nima deydi, maqsadimiz oliy, sabr bilan boriladigan maqsad do'stlar. Har bir shotdan pul yetish istagimiz, niyatimiz, maqsadimiz bor. Shu narsalarni planlashtirib, biz xudo xolasa bu loyihaga qo'l urdik. Kim biza bilan bo'lsa, ana eshiklarimiz, gruppalarimizda joylarimiz bemalol ochiq do'stlar. Hammaga omad, YouTube kanalimda aktiv bo'linglar. Xudo xolasa Instagramda ham yangiliklarni qilib turibmiz. Hamma ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib tursanglar, Xorazm Forex Akademiyasi sizlarga bu sohada yangiliklarni berib boraveradi. Hozir propga yopishib qolganmiz ko'p videolarimiz prop haqida do'stlar, boshqa proyektlarimiz ham bizani nima deydi, tizimli ketma-ketlikda ketib turibdi. Hozir turnirimiz bor. Shu oyning ichida yana turnir o'tkazish istagimiz bor. Turnir uchun yana ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Ajoyib sovg'alar уже bizlarga Markets tomonidan yetib keldi. O'zlarimiz Xorazm Forex tomonidan qo'yilgan sovg'alar bor. Pul mukofotlari bor do'stlar, prop hisoblar bor. Bunday turnirlarda agar shu rostdan shu sohani egalladingizmi, shu sohada ketajakmisiz? Keling, qatnashing, просто kuzatishga keling, qatnashishga keling. Xudo xolasa fikr almashish, baribir bu nima deydi, community, networking deydi. Bu narsa albatta yaxshi. Sohada o'sishga olib keladi do'stlar. Men o'zim shu sohamizda har doim nima deydi, intilaman. Nima bo'lib turibdi, nega gap bo'lib turibdi, konkurensiyalarda, boshqalarda sohada o'zgarishlar qanday? Har doim eng oxirgi momentlarni bilib yurishga harakat etaman. Shundasa soham. Shundasa ertaga shogirdlar so'raydi bizdan. Shuning uchun sizlardan ham shu intilishlaringiz yuqori bo'lishini, daromad plankalaringiz yuqori bo'lishini tilab qolaman do'stlar. Hammaga omad, salomat bo'ling.